Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bu videoda qanaqa qilib kuzda 0 dan 2000 dollar daromadga chiqish bo'yicha birma-bir so'z yuritamiz. Aynan har bir oyni ko'rib chiqamiz. Sentyabrda nima qilish kerak, oktyabrda nima qilish kerak va noyabrda. Agar siz ushbu videoni sentyabr oyida ko'rayotgan bo'lsangiz, shu videoni tugatganingizdan keyin aniq 2-3 oydan keyin, ya'ni noyabr tugayotgan payt siz o'sha 2000 dollar daromadga chiqish yo'lini birma-bir bilib olasiz. Ismim Mirsaid Mirodilov. 7-8 yildan beri aynan shu onlayn kasblarda faoliyatimni yuritib kelaman. 2019-yilda avtobus yurar edim. 2024-yilda o'zim orzu qilgan Mercedes GT mashinasini sotib oldim va juda ko'p yutuqlarga erishdim. Sayohatlar qildim, ularga mashinalarni podarka qildim. Ancha уровень normi oilani va o'zimni ko'tardim demoqchiman. Aynan hammasi shu Instagram va onlayn kasblar orqali. Xo'p, men bilasizmi, boshida bu sohaga kirib kelayotganda nimani qidirganman? Aynan tez start oladigan bir sohani. Ya'ni masalan, siz kamida yoki uzog'i aytaylik 1 oy, 2 oyda o'rgana oladigan sohani. Har xil sohani ko'ring. Masalan, IT programmirovaniyani siz o'ta mutaxassis bo'lish uchun sizga 9 oy vaqt kerak bo'ladi, to'g'rimi? Yana boshqa sohaga kirsangiz 3-4 oy. Menga u narsa to'g'ri kelmas edi. Aynan tez start oladigan soha tanlashni xohlaganman va shuning uchun onlayn kasblarga birinchi bo'lib kirib kelganman, Instagram orqali daromadga. Ikkinchisi esa bu katta vlojeniyasiz boshlash mumkin bo'lgan sohani qidirganman. Ya'ni uzog'i 100, 200, 300 dollarga bu sohani o'rganib mutaxassis bo'lishi. Uchinchisi esa bu yaxshi daromad keltiradigan. O'sha payt 800 dollardan oshiqroq edi va hozirgi kunda bozor statistikasida 1,5 dollardan oshiqroq sizga pul olib keltiradigan onlayn kasb bu yaxshi hisoblanadi, yaxshi daromadli. Va eng oxirgisi 4-inchisi bu kattalashish va o'sish oson bo'ladigan soha. Va juda ham ko'p qidirib, har xil sohalarda o'zimni sinab ko'rib, ishlab ko'rib, nima desa bo'ladi, bu papugay boshida qilib ko'rganman. Sotib olib, keyin uni razvodit qilishni, ko'paytirishi, keyin aytaylik, men har xil soatlarni, AirPods'larni replikasini, lyuks kopiyasini sotib olib, ustiga narx qo'yib sotishni o'ylaganman. Har xil mini bizneslar qilganman. Tildada sayt yasashni o'rganganman, botlar qilishni o'rganganman. Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, ya'ni kompyuter orqali montaj qilishni o'rganganman, video montaj, mobilografiya va hokazo, stories making, juda ko'p sohani o'rganganman, lekin aynan oxiri men shu Instagram orqali daromad, ya'ni mana shu aytaylik boshida ismi, undan keyin shaxsiy brend sohasiga kirib kelganman. Nega desa, yana boshqa mana shu 4 sababni aytib beraman. Birinchisi tez start oladigan, ya'ni ko'p vaqtingiz ketmaydi o'rganishga. Ikkinchisi esa bu katta sarmoyasiz boshlay olasiz bu ishni. Uchinchisi esa yaxshi daromad olib keltiradigan, to'rtinchisi kattalash, ya'ni masshtabирование qilish oson bo'lgan bir soha. Aynan shu haqida sizlar bilan birma-bir gaplashamiz. Bitta qilib aytganda, bu nima desangiz, bu xizmat sotish. Bu universitetda o'qishi talab qilinmaydi. Masalan, 4-5 yillab yoki qanaqa bir o'qib yoki ham bir vысший matematika, vысший fizikani o'qishi shart emas. Masalan, ikkinchisi esa bu vложение talab qilinmaydi, unaqa katta sarmoya. Uchinchisi esa bu siz tez natija ola olasiz. Dunyo kategoriyasi bo'yicha faqat aynan shu xizmat sotish sohasida, ya'ni onlayn kasblarda siz tez natijaga chiqa olasiz, katta vложениesiz demoqchiman. Xo'p, o'zimni xizmat sotish yo'lim o'zi birinchi bo'lib shu SMM dan, mana shu tildadan boshlangan. Birinchi bo'lib shu SMM orqali 0 dan 3 oyda 1600 dollar daromadga chiqa olganman. Yoshim o'sha payt 16-17 edi. Bilasizmi, hozirgacha shunaqa tendensiya bor, o'zingiz atrof muhitingizda bo'lishi mumkin. Imенно shu maktab davrida o'zimda ham bunaqa narsa ko'p bo'lgan yoki mahalladoshda, masalan, og'aynilarim, tanishlarim biznesmen bo'laman degan. Va hozirgacha siz atrofingizda ham shunaqa tanishlaringiz bo'lishi mumkin. Maktabda 3 bahoga o'qiydi yoki 2 bahoga o'qiydi. Menga bu maktab, universitet kerak emas, men o'zim zo'r odam bo'lib ketaman, biznesmen bo'lib ketaman, biznes ochaman, boy bo'lib ketaman degan har xil ложный убеждениялар bor. Va bu narsa men atrofimda ham ko'p bo'lgan demoqchiman. Va bilasizmi, bu gapim bilan hozir sizga endi ozgina solishtirish mavzusini olib boraman, lekin bu gapim bilan men zo'rroqman, ular jinniroq yoki kamroq pul topib kamsish maqsadida emas, balki hayotga real qarashni sizlarga ko'rsatib beraman. O'sha payt meni o'zimni yaqin bir mahallada birga o'sgan bir tanishim bo'lib, uni maqsadi shu nima desa bo'ladi, biznesmen bo'lish, katta odam bo'lib ketish edi. Sinovchlarim ham bunaqa bo'lgan ko'p. O'zimning maqsadim esa nima desa bo'ladi, baribir bazaviy bilimlar maktabda yoki o'z universitetda o'qishingiz kerak, bilishingiz kerak. Undan keyin esa onlayn kasblarni tanlab, men nima desa bo'ladi, sekin-sekin mana shu natijalarga erishib kelganman. Va oradan bunday o'ylab qarasangiz, 7 yil vaqt o'tdi. Ular hozirgi kungacha baribir nima desa bo'ladi, unaqa katta natijalarga erishgani yo'q. Hattoki o'ziga bitta 10-15 ming dollarga mashina ham sotib olgani yo'q. Menda esa umuman boshqa natijalar. Buni hammasi nima desangiz,
biznesmen bo'lish uchun odamga balki katta tajribasi bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda tanish bilishi bo'lishi kerak. Ertaga ochganingizda kimdir siz oldingizga kelish uchun yoki har xil katta kapital puli bo'lishi kerak, vlojeniyasi, reklamaga bo'ladimi, boshqa narsaga bo'ladimi, o'zi biznes ochishga tajriba va katta pul kerak bo'ladi aslida. Ko'p odamlar men ko'fexona ochib qo'yaman, magazin ochib qo'yaman, katta vlojen talab qilinmaydi, katta xato qiladi. Chunki konkurensiya juda ham ko'p va ularning tajribasi o'zi yetmaydi, ming puli yetganda ham. O'shaning uchun men onlayn kasbdan tanlab, mana shuni eng ma'qul deb bilaman. Ya'ni eng zo'r yo'li kapitalsiz bu xizmat sotish. O'zimni yo'limni bundoq aytib beradigan bo'lsam va nimaga erishganim, o'zim shu 6-7 yil oldin $2000 oyga topsam, mendan zo'r odam bo'lmaydi deb o'ylaganman. Maktab davridaysiz va shu $300 topsam bo'ldi, men hamma narsaga yetadi deb o'ylaganman. Va shu meni eng katta xatoim bo'lgan. Nega desangiz, odamzodga tog'dek bir oltin bersangiz ham u yeb to'ymas ekan. Har doim rasxoti ham ko'payib ketaveradi, doxod ko'paygandan keyin odam har doim tepa darajaga chiqishga kelaverar ekan, kattalashaverar ekan rasxoti. O milliarder bo'lib ketsa, keyin yaxtalar qiziqarli samolyot sotib olishga keyin ular sodержанияsi, но bu уже alohida boshqa istoriya. Shu $2000 topgandan keyin men уже tushunganman, bu katta pul emas. Chunki men окружение atrof muhitim o'zgaravergan, ular mendan уже ko'proq pul topar edi. Shu asab, endi o'sha payt $2000 topib yurgan paytim, meni maqsadim oyga $5000 topish edi. $5000 qanaqa topishni men bilmas edim. Chunki faqat xizmat sotib men $5000 topa olmasdim. Men uni bilardim. Matematik ham, fizik ham, vaqt jihatdan hech qayerda men $5000 topa olmasdim. Lekin o'sha narsa katta meni maqsadim edi. Va bitta soha topganman. O'sha narsani qilib ko'rganman. Rossiyada menga bir taklif tushgan. Ya'ni o'zimni o'sha payt SMM bo'yicha onlayn kurslarimni ommaga sotish, ya'ni o'zim obunachilarimga. Shu orqali masalan men ham pul olaman, ular ham shu orqali manfaat olib, onlayn kasb egasi bo'lib, mutaxassis bo'lib, ular ham oyiga $1000-2000 topadi. Shunaqa qilib, men avtomatik 0dan 2 oyda $2000 topib yurgandan keyin, imенно onlayn kasbdan, ya'ni xizmatni sotganimdan keyin, undan keyin men $5000 daromadga chiqqanman. Imенно zapusk orqali demoqchiman. Zapusk bu o'zi nima deysiz, hammasini sizlarga birma-bir tushuntirib beraman. O'zi qanaqasiga bu sohaga kirib keldim. O'zim Instagramni yurg'izardim. O'zim Instagram yurg'izayotgan paytim Rossiyadan menga bitta reklama chiqib qoldi, Targetdan. O'sha payt Rossiya Target ishlaydi. Stories makerlik masalan sohasini o'rgangan, mana bunaqa qilamiz deb keyin men shu kursga yozilganman. O'zim Instagram yurg'izishni boshlaganman. Keyin o'sha Rossiyada o'qigan odamim menga aloqa chiqib qolgan. Qara, men seni Instagramni ko'rib chiqdim. Sen SMM bilan shug'ullanar ekansan, har xil bizneslarni yurg'izar ekansan. Keyin shu narsani o'zing auditoriyangga kurs sotuvini qilaylik. Men aytaman, nima o'zi apps, nima o'zi kurs sotuvi deb menga keyin tushuntirib bergan. Biza keyin 35 ga 65% ishlashga do'g'ir qilganmiz. Ya'ni men 65% olardim, u esa 35% olardi. Uni vazifasi nima desangiz, menga program tuzib berish, onlayn kurslarni sotib berish edi. U yerda yana ko'p o'zini mayda-chuyda ishlari bor. Men shundan keyin rozi bo'lganman. Keyin u bilan birinchi kurs sotuvini qilganimizda shu $5000 dan oshuga chiqqan. O'sha payt necha yosh edim men? 17 yosh edim, adashmasam. 17 yoshimda bu summalarni ko'rgandan keyin, конечно, любой o'g'il bolani miyasi otaveradi. O'zi kela olmaydi, ozgina miqdorda, baribir qanaqa miqdorda quturishi mumkin. Menda o'sha narsa baribir nablidatsiya qilgan, chunki endi birinchi marta shunaqa katta summalarni ko'rishni boshlaganman o'sha payt. Mayli. Keyingi mavzuga o'tamiz. Bu videoda o'zi sizlar bilan nimani o'rganib chiqamiz siz? Birinchisi bu zapusk olamiga qadam. Ya'ni o'zi zapusk nima, bu orqali qanday daromad topsa bo'ladi? Qadamma-qadamli narsani men sizlarga ko'rsatib beraman. Ikkinchisi esa bu ish turini tanlash. Ya'ni siz parda orqasida ishlaysizmi yoki kadrda ishlaysizmi? Ya'ni prodyusermisiz yoki ekspertmisiz? O'shani farqini va plus minusini tushuntirib beraman. Uchinchisi esa bu noldan qanaqasiga $10,000 zapusk qilishni ketma-ketligini struktura bo'yicha tushuntirib beraman. To'rtinchisi esa qaysi xizmatni sotganingiz yaxshi, qaysi biridan ko'proq daromad keladi va nima xizmatni o'zi sotish kerak va o'zi aynan nima bilan shug'ullanaman va o'zimni obunachilarim yoki shogird o'quvchilarim nima bilan shug'ullanadi va prodyuser o'zi kim? Ya'ni prodyuser emas, infoprodyuser deylik. Infoni ham hammasini tushuntirib beraman va start olish bu sohada. Hammasi xudo xolisa birma-bir tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, qani ketdik. Siz agar bu videoni ko'rib bo'lsangiz, qanaqa natija olaman desangiz, aytganimdagi, masalan, sentyabr ko'rayotgan bo'lsangiz, siz o'sha aytayotgan qadamlarni bajaradigan bo'lsangiz, o'sha oktyabr va noyabr oxirida siz o'sha natijangiz $2000 ga teng bo'ladi. Ya'ni shu daromadga chiqish yo'llarini birma-bir o'rgatib beraman sizlarga. Lekin bu narsa uchun bizada bir nechta qadam bo'ladi, ya'ni etap bo'ladi. O'sha hamma etaplardan va qadamlardan o'tadigan bo'lsangiz, o'shani siz shu daromadga chiqish yo'lini tushunib olasiz. Birinchi etap bu zapusklar o'zi qanaqa ishlaydi. Zapusk o'zi nima? Oddiy sotuv bilan zapuskga masalaga tahlilni qilib beraman va solishtirib beraman. Zapusk o'zi bu onlayn kurslarning sotuvi
Bu endi hozir bizada 2024, 2023, 2025, 2026-yilda bo'ladigan narsa. Lekin undan oldin o'z zapus qanaqa qilinardi? Masalan, har iPhone chiqqanda iPhone 12, iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, hozirgi kunda iPhone 7 mana chiqdi. Bular zapus qiladi. Ya'ni siz avgust oyida уже bilasiz, что bir oydan keyin mana shu kuni taqdimot bo'ladi va o'sha taqdimotda sotuv ochiladi iPhone'ga, to'g'rimi? Va odamlar talpa bo'lib yig'ilib ketadi. Masalan 19-sentyabr 2025-yilda sotuv ochilyapti. Juda ham ko'p odam Dubai Mallga yoki yana boshqa joylarga boradi, o'chirtilib turadi, kerak bo'lsa 3-4 kunlab va Apple kompaniyasi juda qisqa muddat vaqt ichida juda katta summa olishadi. Keyingi sistema esa bu kinoda. То что odamlar kinoni oladi, ssenariy qiladi, undan keyin esa kinoteatrlarga va boshqa joylarga sotuv ochadi, shu orqali pul yig'ib oladi. Bizda esa zapus bu onlayn kurslarning sotuvi. Oddiy sotuv bilan zapusga solishtirib beradigan bo'lsam, men sizga bu nima? Oddiy sotuvda masalan siz odamga birma-bir sotasiz, to'g'rimi? Masalan, aytaylik, xizmatingizni sotasizmi yoki qani mahsulot sotasizmi yoki qani tovar bo'lishi mumkin, o'shani sotadigan bo'lsangiz, siz birma-bir har bitta inson sotib chiqasiz. Zapusk esa bu nima? Bir vaqt ichida juda ko'p odamga o'zingiz mahsulotingizni sotasiz. Ya'ni onlayn kurslarni va bu narsa как progress qilib sekin-sekin olib kelasiz. Endi men sizga bu narsani qiz misolida tushuntirib beraman. Agar siz o'g'il bola bo'lsangiz, siz erkak kishi o'g'il bola bo'lsangiz, siz любой bitta qizni oldiga borib, sразу men senga uylanaman deb maqsadingiz yetadigan bo'lsangiz, sizga yoki yo'q deydi, yoki shapaloq berib ketkazib yuboradi. Agar siz u qizga sekin boshida tanishdi, masalan, gul berib, podxod qilib, sekin-sekin vaziyatlarni tushuntirib, o'rganib, birinchi uchrashuv chiqib, sekin-sekin qadam qilib, oradan tam yarim yilmi, 3 oymi, 1 yil o'tgandan keyin o'zingiz masalan sevgi izhor qiladigan bo'lsangiz yoki bir qat'idir masalan maqsadingizni jiddiyligini aytadigan bo'lsangiz, u qiz sekin-sekin sizga как бы ochilishni boshlab, sekin-sekin nima desam, munosabat rivojlanishni boshlaydi. Zapusda ham xuddi shunaqa sistema ishlaydi demoqchiman. Xo'p, menimcha bu narsani tushuntirib berdim. Endi qarang, fitness trener misolida ham tushuntirib beraman Zapuskga. Kelinglar именно umumiy hisobda emas, balki O'zbekiston sharoitida bo'lgan fitness trenerlarni men sizga birma-bir tushuntirib beraman. Masalan, birinchisi, ikkinchisi va uchinchisi. Birinchisi bu oddiy trener. Hozir oddiy trenerlar va oddiy zalda ishlaydigan trenerlar juda ham ko'p. Ya'ni 99% inson shunaqa ishlaydi hozirgi kunda va bular daromadi, oylik daromadi $500 uzog'i $1,500 bo'lishi mumkin, sof daromadi. Nega? Chunki ularni ko'pchilik tanimaydi va ularning shogirdi ko'p emas va ularning trenerskiy xizmati bo'lsa, tam nari borsa $50 yoki $100 bo'lishi mumkin. Tushunasizlar? Bu birinchisi. Ularni qanaqadir zapusk qiladigan yoki Instagram yurg'izadigan insonlar emas. Bu birinchi kategoriya. Ikkinchi kategoriya esa o'zimni trenerim, o'zim ustozim, shu o'zim shu zalga boraman. Bu Sirojiddin Sharafov. Bular oldin 1 yil oldin daromadlari adashmasam endi $1000-2000 bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda esa sof daromadlari 20 mingdan oshadi. Chunki men bilishim bo'yicha 70 ta shogirdlari bor va har bittamiz, ya'ni o'zim $300 to'layman har oylik to'lov. Nima uchun? Chunki bular shaxsiy brendlarni Instagramda yurg'izadilar, qanaqadir miqdorda zapusk qiladilar, odamlar taniydi, o'quvchi natijasini ko'rsatadilar va 100 mingtadan oshiq Instagramda obunachilari bor. Bundan qarabsizki, bular полноценный fitness trener. Daromadlar 20 mingdan oshadi. Uchinchisi esa bu mediada, как media gigant Ahad Xudoyarov bo'ladi. Hozirgi kunda o'zlarining zallarini ochdilar. BMW M4'lar oldilar, Li9'lar va hokazo. Bundan qarabsizki, o'sha $1 million oshuv kapitalga egalar. $1 million oshuv Instagram orqali daromad qilib bo'ldilar. Chunki storieslarni kamida 200 ming, 300 ming odam ko'radi deb o'ylayman. Shaxsiy meni fikrim. Chunki har bitta reelsdan prosmotda milliondan oshuv. Bu insonda esa yaqin intervyu berganlarda ko'rdim, o'tgan yil adashmasam. Примерно 300 tadan 400 dan oshiq shogirdlari bor va har bittasi $100 dan oladilar. Bu insonni men o'ylashim bo'yicha oylik sof daromadlari $50 ming dan oshiq. Bundan qarabsizki, men sizga hozir 3 xil trener haqida gapirib berdim va ularning har bitta treneri daromad har xil. Lekin masalan fizический подготовкасы, fizический o'zi ko'nikmalari, bilim, tajribasi balkim hammada bir xil bo'lishi mumkin. Lekin daromadi har xil. Lekin hammaliga bitta ish qilishadi. Prost farqi shu, kimdir ko'proq Instagram yurg'izadi, kimdir ko'proq shaxsiy brend rivojlangan, lekin 3 xil daromad. $1000, $20 ming, $50 ming. Yer bilan osmondek farqi bor. Yillik daromad hisoblasangiz, va shu 5 yillik raziyasi bo'ladi demoqchiman. Xo'p, infoprodukt ijtimoiy tarmoqlarda biz sotamiz. Ya'ni infoprodukt o'zi nima desangiz, infoprodukt bu qarang, info so'zi bu как kurslar deylik, ma'lumot, produkt esa bu ham как bitta mahsulot.
deylik, mana produkt to'g'rimi? Masalan, bu bo'lishi mumkin, tovar bo'lishi mumkin. Infobiznes esa biznesda bilasizlar nimaligini, info esa bu aytganimdagi mana shu kurslar, informatsiyalar. Agar biz o'sha so'zlarni как birgalashtiradigan bo'lsak, bu как kurslarni как sotuvi. Bitta gap bilan kurs. Chunki bu informatsiya. Bu havodiy narsa demoqchiman. Nima uchun aynan infoproduktni sotib o'tsangiz, bizada infoproduktni yaratishimiz uchun katta mablag' kerak emas. Masalan, tasavvur qiling, siz mebel ishlab chiqazasiz. Mebel ishlab chiqarish uchun sizda katta sarmoya ketadi. No mebel haqida ozgina keyinroq gaplashamiz. Infoprodukt nima uchun sotib o'tsangiz, oson yaratish. Ya'ni sizni bilim bilan kamera oldingizda bo'lsa, o'sha bilimingizni mana hozir xuddi men sizga qanaqa hozir shu narsa bo'yicha so'z yuritayotgan bo'lsam, siz ham shu yopiq format uchun bilimingizni bo'lishasiz, kamerada yozasiz, montaj qilasiz, bu infoproduktga aylanadi. Va katta chekda sotib olasiz, masalan, bilimingizni $100 dan yuqori. Tasavvur qiling, uni yuzlab, minglab odamga sotadigan bo'lsangiz, necha pul bu yerda aylanishi mumkin. Xo'p, deyarli sarmoyasiz. Endi mebel mavzusiga qaytamiz. Mebel ishlab chiqarish misoli, kurs yaratish misolini keltiradigan bo'lsam, mebelda siz masalan aytaylik, sex ochasiz, оборудование olasiz, serial mahsulot olasiz, uni yasaysiz, xodimlarga oylik berasiz. Bitta gap bilan siz uzoq sof daromadingiz 10, 15, 20% qolishi mumkin. Infoprodukt esa siz faqat bilimingizni sotasiz, kamera orqali Instagramingizni rivojlantirib, reelslar qilib, bundan qarabsizki, siz hech qanaqa sarmoya, hech qanaqa deyarli harakatsiz siz uje katta daromad topasiz. O'shaning uchun bizning sohamizdan kurs sotuvchi ko'pchilik havo sotasan deydi. Chunki bundan o'ylab qarasangiz, как реальный havoga o'xshaydi. Chunki hech qanaqa расходi deyarli yo'q. Uzog'i sizni приблизно 10-15-20% bo'lishi mumkin demoqchiman. Xo'p, va keyin yana bir asosiy narsasi, bir marta olasiz u kursni, xo'j 10 marta, xo'j 100 marta sotasiz o'sha narsani. Ya'ni har safar yangi narsa kirishi shart emas demoqchiman. Endi конечно bozor talabiga qarab. Xo'p, endi biz bildik infoprodukt nimaligini, zapusk nimaligini, ijtimoiy tarmoqlarning nimaligini bildik. Lekin nima uchun aynan ijtimoiy tarmoqlarda biz infoprodukt sotishimiz kerak? Ikkita sabab. Bu yoqda siz tekinga klient topasiz. Ya'ni oddiy masalan reelslar chiqazasiz, u bu qilasiz, sizga tekinga mijoz keladi. Reklamaga pul xarajat qilmaysiz. Ikkinchisi esa bu bir marta shu obunachiga pul tikasiz, sizga kelishi uchun agar pul tikadigan mavzusi bo'ladigan bo'lsa, obunachilik keladi va bitta insonga kerak bo'lsa 4 marta, 5 marta o'zingiz mahsulotni sotishingiz mumkin. U boshlandi masalan $5 dan boshlanib, ayting $10,000 bitta kursingizni masalan sotuvini qilishingiz mumkin aynan bitta insonga. Bir insondan повторный sotuv qilsangiz bo'ladi demoqchiman. Xo'p, men imini nima haqida gapirayotganimni bilaman, chunki juda ham ko'p ekspertlar bilan, ya'ni mutaxassislar bilan ishlaganman, ko'p xodimlarni ishlattirganman, masalan, o'zimni qo'limda ishlashgan. Bitta gap bilan 130 tadan oshuv mutaxassis ekspert bilan 30 tadan oshuv yo'nalishda ishlaganman demoqchiman. Bu bo'lsin psixologlar, dietologlar, tadbirkorlar, quruvchilar, doktorlar va hokazo. Juda ham ko'p soha bilan ishlaganman. 7 yil mobaynida. O'shaning uchun sizlarga bugun nima haqida gapirayotganimni bilaman. Chunki o'zim bu orqali daromad topganman, nafaqat o'zim, balki shogirdlarim ham. Masalan, mana men yoqda bitta shogirdimning natijasini ko'rsangiz bo'ladi. Farg'onalik, So'xli do'ston shogirdim. O'zini bitta ekspert olib $4,000 oldindan to'lab olgan fiksirni plata va 1,5 milliard so'mga onlayn kursini sotuvini qilgan. Siz tasavvur qilasizmi? $120,000 ga kursni sotuvini qilgan. Va prodyuser eng kamida 20% dan 50% gacha shu summa orqali daromadni oladi. Yo'da endi ozgina boshqacharoq kelishuv bo'lgan, men bilishim bo'yicha. Shu orqali bundan qarabsizki, hozirgi kunda Nestfonda ofisi bor. Birinchi ofisga kirish uchun $3,500 rasxod qilgan. Oylik to'lov ofisga $2,000. Ikkinchisi shu orqali bir oyda o'ziga qora jentra sotib olgan. $15,000, $17,000 jentra haqida gap ketyapti. Va oilasiga yordam beradi. Lekin oldinga shogird bo'lib kelganda bu absolyutno bu zapusk shaxsiy brend sohasida nol edi. U boshqa sohada ishlab yurardi, SMMda. Keyin bu sohaga o'tib, daromadni qanday necha baravarga oshirdi va qanaqa yutuqlarga erishdi. Va bu narsani любой inson qila oladi. Xo'p, endi ikkinchi etap haqida gaplashamiz. Ikkinchi etap bu ish turini tanlash. Bizda ikki xil yo'l bor. Birinchisi siz yoki ekspert bo'lasiz, yoki prodyuser bo'lasiz. Ekspert bu o'zini kursini va bilimini zapusk qiladigan inson. Prodyuser esa parda orqasida ishlab, xuddi shu ekspertga o'zini bilimlarini ulashib, ssenariylar yozib berib, prognozlarni yozib berib, daromaddan, o'sha kurs sotuvidan foiz oladi. 30% dan 50% gacha. Xo'p, qachon kurs o'zi zapusk qilsa bo'ladi? Ikkita narsaga biz qarashimiz kerak. Birinchisi bu qachonki siz aniq qattiq bilimingiz, tajribangiz bo'lsa, ikkinchisi sizdan уже rozi bo'lib, davolni bo'lgan, mayli o'quvchilaringiz bo'lmasa ham klientlaringiz bo'lsa, o'shanda siz kurs sotuv qilasiz. Ya'ni
nima bo'lmasligi mumkin, qanaqa holatda zaps qilmasligi mumkin. Agar siz endi masalan dietologmi, psixologmi yo mana onlayn kasblarda endi o'qib chiqqan bo'lib, srazu masalan bilimingiz, tajribangiz bo'lmay turib, siz srazu kurs qila olmaysiz. Bo'lmasa siz influencerga aylanib qolasiz. Qachonki bilim, tajribangiz bo'lsa, shunda zaps qila olasiz. Xo'p, kim prodyuserligiga o'tish kerak o'zi? Nima uchun o'zi kimdir ekspertlikni tanlaydi, kimdir prodyuserlikni. Va nima uchun siz prodyuserlikni masalan tanlashingiz kerak? Qarang, birinchisi, agar siz bir qanday bir ma'lum bir sohada ekspertligingiz bo'lmasa, masalan student bo'lsangiz, novichok bo'lsangiz, bir kasbi yo bir hunari egasi bo'lmasangiz, siz prodyuser bo'lasiz. Chunki pardaning orqasida ishlaysiz. Siz birovlarning bilimi asosida siz pul topasiz, o'zingiz foizingizni olasiz. Ikkinchisi esa bu sarmoyangiz bo'lmasa, o'zi blogingizgami, boshqa narsagami, umuman pulingiz bo'lmasa deylik, boshiga. Uchinchisi esa bu o'zi Instagram blogingiz bo'lmasa, ya'ni bloger bo'lmasangiz, mutaxassis bo'lmasangiz, o'zi Instagramingiz bo'lmasa, to соответственно siz prodyuserlikka o'tganingiz yaxshi. Xo'p, hamma ham prodyuser bo'la oladimi? Yo'q. Bilasizmi nega yo'qmi? Chunki men o'zimning ham masalan shogirdlarim bor, o'quvchilarim bor, lekin 10 tasidan natija chiqmaydi. 10 tasidan chiqsa, tam 5-6 tasi natija chiqadi. Nima uchun siz? Chunki prodyuser bo'lish uchun siz mas'uliyatli bo'lishingiz kerak. Siz komandani boshqaruvni qila olishingiz kerak. Siz gapingizga javob bera olishingiz kerak. Hamma vazifalarni deadline asosida bajarishingiz kerak. Kreativность ham bo'lish kerak har bir odam miyasida. Endi bitta gap bilan bu hamma narsa mas'uliyatga taqaladi. Mas'uliyatsiz odam bo'lsangiz, xohlagan narsangizni qilsangiz, gapingizga javob bermasangiz, komanda boshqaruvni qila olmasangiz, gapingizni o'tkaza olmasangiz, siz prodyuser bo'la olmaysiz. Tushunasizmi? Bo'lmasa unda o'ylab qarang, hamma gapirgan gapim juda ham ideal chiqyapti. O'shaning uchun bu tomonni maslaga o'tib ketishga qaror qildim. Xo'p, infoprodyuser o'zi qanaqa pul topadi desangiz, bu aytganimdagi 30% dan 50% gacha foizni oladi. Endi biz bu narsani elementar matematikaga chaqamiz. Aytaylik. Masalan, siz bitta inson bilan kelishuv qildingiz. Bu bo'lsa mana dietolog. Vazifasi nima? Kurs sotish, odamlarga ozdirish bo'yicha. 1 oylik kurs, 4 kilodan 6 kilogacha vazn tashiysan, qorning yo'qotasan degan, masalan, ayollar uchun yo'naltirilgan kurs deylik. Prodyuser shu dietolog agar kursni sotuvini qilib bersa, sotuv degan o'zi telefonda gaplashib o'tirib sotuv emas, Instagramda prosta to'g'ri kontentlarni yurg'izish, mana shu narsalarni qilish. U narsani sizlarni videoning oxirida ham tushuntirib o'taman, hammasidan birma-bir etaplarni, shaklarini. Masalan, siz aytaylik $100 10 ta debman 100 ta odamga kursni sotuv qiladigan bo'lsangiz, bu umumiy hisobda matematika bo'yicha hisoblangan bo'lsa $10,000 bo'ladi. Va shu $10,000 puldan siz 30% dan 50% gacha o'zingiz daromadingiz oladigan bo'lsangiz, $3,000 dan $5,000 gacha tashkil etadi. Смотря siz qanaqa do'g'ri qilasiz. Nima uchun 30, 40, 50% deyapman? Qancha ko'p vazifangizni bajarsangiz, prodyuser sifatida shuncha foizingiz ko'proq bo'ladi demoqchiman. Qancha kam vazifa bajarsangiz, shuncha foizingiz kamroq bo'ladi. Eng minimal 30 bo'lsa, maksimal 50 bo'ladi. Undan kami, undan ko'pini qilmaslikni maslahat bergan bo'lardim. Xo'p. Va bu hammasini mana sizga aytayotgan ekspert bilan ishlash, daromad topish, mijoz topish, prograf yozish, bu sohaga kirish, hamma narsani Instagram va pul $0 dan $2,000 gacha daromad chiqish kursimda o'rgataman. Va bu bo'yicha juda ham ko'p o'quvchi va shogirdlar chiqazganman. Agar siz bu kursga ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsangiz, ya'ni oldindan joyingizni band qilmoqchi bo'lsangiz, eng выгодный условияlarda chegirma asosida shu videoni pastida ссылка qoldirganman. O'sha ссылка orqali ro'yxatdan o'tsangiz, o'sha ismingiz, familiyangizni qoldirsangiz, sizga xudo xohlasa o'zim yoki menejerlar aloqaga chiqib, hamma narsa bo'yicha birma-bir ma'lumot beramiz. Mana endi keyingi mavzuga o'tamiz. Infoprodyuser o'zi nima vazifa bajaradi? Bu vazifalarni aytishdan oldin masalan bitta narsani tushuntirib beraman. Xohlasangiz siz infoprodyuser sifatida o'zingiz bajarishingiz mumkin, xohlasangiz kimdirga qildirtirishingiz mumkin. Bu bo'lishi mumkin prograf yozish, ssenariylar yozish, reelslarni masalan mavzusini yozish, vebinarni o'tkazish, kontent planni o'zi qilish, keyingisi esa syomka, montajlarni qilish, mobilograf ishlatadimi, komanda ishlatadimi, operator ishlatadimi, uni ishi. No bitta gaplar ishi juda ham ko'p, ondan ko'p. Xo'p, shu hammasidan qanaqa pul topsa bo'ladi? Va nech bilsangiz, masalan, stories makerlik qilsa, eng minimal oyga $300 topadi. Mobilograflik qilsa, eng oyga kamida $500 topadi. Masalan, ssenariylik qiladigan bo'lsa, foiz oladi. Aytaylik, masalan, webinar o'tkazib beraman desa, kamida $200 bo'ladi bozor. Lekin bizni bilamiz, что bu har bittasidan ishlab, bu qilib, bosh og'riq qilib, kam daromad olgandan ko'ra, maslak bitta yo'lni aytaman. Bu hammasi как infoprodyuserlik nima deb bo'ladi? Xizmat qilib va shaxsiy brend xizmatini qilib, siz kompleksni sotsangiz bo'ladi. Ya'ni umumiylashtirib, kompleks qilib
sotsangiz bo'ladi. Va shu har bitta nafaqat kompleks qilib sotish, balki o'sha har bitta mana shu sohani mobilografiya bo'ladimi, stories makerlik bo'ladimi, masalan webinar bo'ladimi, har bittasida men o'zimni Instagram va pul kursimda o'rgataman. Xo'p, endi sizlar bilan 3-etapga o'tamiz. 3-etap bu zapusk ketma-ketligi. Tasavvur qiling, bitta ekspert bor, ya'ni dietolog misol keltiraman. Nima uchun boshqa ekspert misol keltirmayapman? Nima boshqa ekspertda pul yo'qmi desangiz bor. Prosta imенно dietolog deb masalani xayolinglarni 10 ta joyga bo'lib yormaydi. Aynan bitta inson, bitta mutaxassis misol keltiraman. Lekin bu narsani siz любой sohaga moslashtirsangiz bo'ladi. Главное halol bo'lsa bo'ldi. Dietolog masalan 10 mingta obunachisi bor Instagramda va storiesini 1000 ta odam ko'radi. Birinchi bo'lib biza nimadan boshlashimiz kerak? Mana shundan biza kamida masalan kurs sotuvni 5 ming, 10 ming, 15, 20 ming dollarga chiqarishimiz uchun. To'g'rimi? Nimadan boshlansangiz, biza birinchi bo'lib kurs programmasini tuzishdan boshlashimiz kerak. Va buni upakovkasidan. Xo'p, buning ichiga nimalar kiradi? O'z kurs programmasi nimadan iborat? Kurs o'zi nima, qanaqa kurs sotamiz siz? Birinchi bo'lib siz kurs nomini tanlashingiz kerak. Bu juda ham muhim faktor. Ikkinchisi esa bu kim uchunligini aniqlab olishingiz kerak. Ya'ni kim u sotib oladi? Masalan, tadbirkorlar sotib oladi, maktab o'quvchisi sotib oladimi, ayollar sotib oladimi, erkaklarmi? O'sha narsani analizini qilishingiz kerak bu so'radi. Uchinchisi esa bu kursni o'tgandan keyin nima natija oladi odamlar? O'sha narsani bilishingiz kerak va o'shadan yozishingiz kerak. To'rtinchisi esa kurs dasturi. Ya'ni har bitta dars nimadan iborat, qanaqa modullardan iborat, qanaqa mavzulardan iborat, o'sha narsani tuzib chiqishingiz kerak. Beshinchisi esa bu tarif va narxlar. Har qanday sharoitdagi inson sizda o'qi olishi uchun siz har xil tariflar qilasiz. Masalan, 1 millionlik, 3 millionlik va masalan 8 millionlik standart biznes va VIP tarifi. Bittasida 10 ta dars bo'ladi, ikkinchisi 25 dars bo'ladi, uchinchisi 50 ta dars bo'ladi. Cho'sa o'sha narsani bo'lib chiqishingiz kerak. Va oxirgisi esa bu qanaqa bonuslar berasiz va hokazo. Endi biza mana shu narsani tuzdik. Endi bu narsa masalan meni qog'ozimda, meni notebookimda, meni telefonimda yoki meni miyamda bor deysiz. Men buni qanaqa sotaman degan odamning miyasida informatsiya savol bo'lishi mumkin. Biza bu narsani upakovka qilishimiz kerak. Masalan, sizga kimdir zaiflik qoldi ro'yxatdan o'tdi, masalan, telefon qilib chiqib, har bittasini sizga bittalab tushuntirib berguningizcha u tarix o'tadi, to'g'rimi? O'shaning uchun siz mana shu hamma yozilgan narsani bitta upakovka qilasiz. Ya'ni bitta sayt yasasa bo'ladi. Sayt qiladigan insonlar bor yoki o'zingiz o'rganishingiz mumkin deb o'sha yerda siz shu ma'lumotlarni joylashtirib chiqasiz. Men shu narsani ko'p bloger mutaxassislarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Bitta saytga kirasiz, u yerda kurs nomi turadi, kurs dasturi, kursdan keyin nima oladi, o'quvchilar natijasi va keyin ro'yxatdan o'ting degan knopka bo'ladi. Mana shu hamma narsani как tilli kabi saytga joylashtirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Va misolni aynan shu yerda qoldiraman. Montajda iltimos qilardim, mana shu qo'yib qo'yishinglarni, как примерный saytlarni nima bo'ladi video skrin asosida 2-3 xil saytda, что men nima haqida gapirayotganimni odamlar bilishi uchun. Xo'p. Keyin nima xatolari bor? Masalan, kurs men qildim deylik, lekin nima uchun men uni sota olmasligim mumkin? Qanaqasiga proval bo'lishi mumkin? Nima xatolarim bo'lishi mumkin? Siz bu yerda ikkita xato bo'lishi mumkin. Birinchisi siz auditoriya noto'g'ri tanlab, uni как analiz qilmasligingiz. Chunki men tasavvur qiling, men tadbirkorman, tadbirkorlik bo'yicha kurs sotyapman. Lekin menda, biling, bundoq qarasam, auditoriyam yosh bolalardan iborat, 14-15 yoshli. Lekin men ularga tadbirkorlik qilishni o'rgatyapman, biznes ochishni. Soответственно, ular mendan sota olmaydi. Demak, men kurs qilishdan oldin men demak auditoriyamni analiz qilishim kerak. Analiz auditoriyada qanaqa qiladi hamma narsa, men buni ham kursda o'rgatganman. Ikkinchisi esa bu agar sizni ya'ni bozordan narxingiz ancha baland bo'lsa, kursingiz sababsiz sizdan odamlar sota olmaydi. Siz ham bitta narsani o'rgatsangiz, ikkinchi odam ham bitta narsani o'rgatsa, lekin uni narxi 1 million bo'lsa, narxi 5 million bo'lsa, hamma odam 1 millionga boradi. Agar sizni sababingiz bo'lmasa yoki brendingiz bo'lmasa, yoki juda kuchli o'quvchilaringiz yoki o'zingiz natijangiz bo'lmasa. Agar mana shu narsalar bo'lsa, o'shanda siz bozor nisbatan qimmatroq narx qo'yishingiz mumkin. Lekin bu narsani boshlang'ich etaplarda men maslahat bermagan bo'lar edim. Xo'p. Ikkinchi qadam bizada bu akkaunt upakovka. Akkaunt upakovka bu nima? Bu mana любой akkaunt kirsangiz, bu nima? Avatarka, mana dumaloq bo'ladi-ku, meni ham ko'rgan bo'lsangiz, rasm imini mamnaqa. To'g'rimi? Ya'ni eng ideal avatarka mana shunaqa hisoblanadi. Chunki ani o'zingizni chet eldagi rasmingizni yoki orqangizda bir daraxtli bo'lib turgan, yoki nimadir bo'lib turganini qo'yishingiz kerak emas. Именно однотонный fonda mana shunaqa rasmingiz bo'lsa, eng ideal hisoblanadi. Akkaunt upakovka uchun shu juda ham muhim. Bu birinchisi. Ikkinchisi esa akkaunt upakovka bu nima? Mana imya, jирный bo'lib turadi-ku. Meni ko'rgan bo'lsangiz, men nima yozib qo'yganman? Tam shaxsiy brend, prodyuser nomer 1 O'zbekistonda yozib qo'yganman. O'zbekiston bayrog'i qo'yib qo'yganman. Kimdir masalan shaxsiy brend yoki prodyuser deb tersa, Instagram birinchi bo'lib men chiqib kelaman. Chunki men o'sha narsani imya qo'yib qo'yganman. Uchinchisi esa bu nimadan iborat desangiz, bu bio, shapka profil. O'tda ko'rgan bo'lsangiz, men o'zim haqimda ma'lumotlar yozib qoldirganman. Siz ham mana shunaqa ma'lumotlar yozib qoldirishingiz kerak bo'ladi.
Va bu odamni masalan Instagram sahifasiga kiradigan bo'lsa, shu biov turibdi. Siz ham shu narsani to'g'ri tuzishni bilishingiz kerak. U prodaющий bo'lishi kerak. O'z haqingizda просто tuppa ma'lumotlar emas, ammo dietolog, kardiolog, marketolog, просто oddiy gaplar emas. Qolgan konkretlarga nisbatan sizga ajratib turish kerak. U uchun ham ideya bo'lishi kerak, kreativность. U narsani ham keyinroq tushuntirib beraman. Keyingisi esa bu akkaunt pakovkada yana nima muhim? Bu, конечно же, aktualliklar. Mana вечный stories highlightslar bo'ladi. Dumaloq ichiga kirsangiz juda ko'p narsa. Masalan, tasavvur qiling, sizga yangi obunachi keldi va o'sha siz bilan tanishish uchun baribir aktualligingizni ko'rib chiqadi, uni ko'radi. Ya'ni bitta gaplar akkaunt pakovka nima uchun kerak? Sizga odamlar obuna bo'lishiga sabab bo'lishi kerak. O'shanda konversiya oshadi. Bu konversiya oshish, obuna bo'lish ham masalaga hozir keyinroq tushuntirib beraman. Qachonki siz bu videoni to'liq ko'rib bo'lganingizdan keyin, o'shanda sizning miyangizda полноценный kartina mavjud bo'ladi. Tushunasizmi? Xo'p, keyingisi esa bu, конечно же, bu lenta vizualingiz. Ya'ni, masalan, bittasi qorong'ida, ikkinchisi yorug'da, vashi tam bardak ham bo'lib ketish kerak emas, слишком bir xil ham bo'lish kerak emas. O'zim maslahatim, qancha живой bo'lsa, shuncha yaxshi. Professional fotosessiyalar hozir uncha modada emas. Oldin moda dedi 2021-yil. Hozir qanchaki живой kontent qilsa shuncha yaxshi. Akkaunt pakovkani agar Instagramda emas, balki ko'cha tilida boshqachasiga tushuntirib beradigan bo'lsam, tasavvur qiling, masalan, siz yangi xonadon sotib oldingiz Novostroykadan. Uni hech qanaqa remonti qilinmagan. Siz uni keyin uyga kelasiz, xonalarga bo'lasiz, remont qilasiz, tam attachment yoki обои qilasiz, patologiyaga qaraysiz, lustralar ilasiz, polni parket qilasiz, mebelni qo'yasiz, texnik qilasiz, jihozlaysiz, gilamni qo'yasiz. Mana bu уже odam yashaydigan joy bo'ladi. Iluboy ko'chadan kelgan odam ham o'sha yerda qolgisi keladi. Korobka holat bo'lsa, kim o'tda qoladi, kim anaqa bo'ladi. Akkaunt pakovka xuddi shunaqa misol. Siz uni chiroyli bezatib qo'ysangiz, o'shanda sizga odamlar obuna bo'lishiga sabab bo'ladi. Lekin shunaqa savollar bor. Yaqinda bir kommentariy tushdi. Shu o'tgan YouTube videomda adashmasam, menda videolarim million prosmotr oladi, lekin obunachi qo'shilmaydi. Nima uchun degan savol bor. Men sizga bitta-bittalab shu narsani hozir tushuntirib beraman. Ya'ni bitta qilib. Agar sizni videolaringiz zo'r bo'lsa, zo'r reelslar olsangiz, lekin sizga odam obuna bo'lmayotgan bo'lsa, demak sizni akkaunt upakovkangizda xatolik bor. Odamlar sizga obuna bo'lish uchun sabab bo'lishi kerak. U uchun chiroyli bezatishingiz kerak akkauntni. Mana shu aytganimdek avatarka, shapka profili, aktualniyalar, lenta. Xo'p, biz ikkinchi qadamni ko'rib chiqdik. Endi uchinchi qadam. Bu kontent yaratish. Ya'ni reelslar. Kamida siz kontent yaratishingiz uchun, reelslar joylash uchun 30 ta reels bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy fikrim. O'shanda siz o'tda har xil narsalarni olib chiqib bergan bo'lasiz. Odam o'zi siz kimsiz, nima bilan shug'ullanasiz, hamma narsani birma-bir tushunib olgan bo'ladi. Xo'p, bu 3-qadam. 4-qadam esa bu auditoriya nabori. Auditoriya nabori. Ya'ni sizga har xil joylardan obunachilik kelish. Auditoriya nima nabori qanaqa qilinadi desangiz, buni bepul yo'llari bor, pulli yo'llari bor. Bepul yo'li bu reelslar chiqazasiz. Reelslaringiz qanday miqdor topga rekomendatsiya chiqadigan bo'lsa, keyin obunachilik keladi. Pulli yo'lda esa bu targetga pul chiqasiz, blogerlarga reklama berasiz va sizga o'tdan obunachilik keladi. To'g'ri? To'g'ri. Endi qarang. $10,000 zapusk uchun nechta axvat storiesda kerak? Rossiyada bu 3% dan 5% gacha kalkulyatsiya, bizda esa 1%. Ya'ni agar siz storiesingizda 1000 ta odam ko'radigan bo'lsa, siz eng kamida aytaylik 10 tadan oshuv odamga kursingizni sotuvini qila olasiz. Masalan, aytaylik $300 dan qilsangiz $3,000 chiqadi. Stories axvatingiz agar 10,000 ta bo'lsa, siz masalan 30,000, 40,000, $50,000 kurs sotuv qila olasiz. $100,000 ga ham qilsa bo'ladi. O'zim 7,000 ta stories axvatda $110,000 ga kurs sotuvini qilganman. Shogirdlarim esa undan ham ko'proq qilganlar bor. Endi shunaqa yo'llari bor. Stories axvatga qaramasdan turib, webinarga tam pul tiqib, Telegramga kanalga odamlarni yig'ib, kurs sotuvini ham qilsa bo'ladi. Men sizlarga hozir aytayotgan pokazatelim eng minimalniy. Lekin bu narsa любой tomonda исключение bo'ladi. Hozir 500 ta axvat storiesda siz masalan $10,000, $20,000 kurs sotuvini ham qilishingiz mumkin. Bu narsani o'zida har xil yo'llari bor. Nimasiga eng bazaviy hozirgi kunda bilimlarni beryapman. Xo'p. Bizda уже nima bor desangiz, bizda уже birinchi o'rinda biz ham saytga joylashtirdik produktimizni, ya'ni kursimizni nomini, kursi dasturini, to'g'rimi? Ya'ni produkt upakovanный 1. Ikkinchisi esa bu profilimiz ham upakovanный, shu avatarka, shapka profil, aktualniy, vizual lenta. Uchinchisi esa bizda reels chiqazib bo'ldik, kontent bor, 30 ta reels bor. Soответственно, bizda уже 30 ta reels bor degani bu 4-qadam yana nima bor bizda? Kamida 5,000 tadan 10,000 tagacha obunachi bor bizning Instagram sahifamizda. Demak, biz bularni nima qilishimiz kerak? 5-qadam bu progress qilishimiz kerak. Progress o'zi nima desangiz, bu progress sen o'zi kimsan degan sosteniyada okajon yoki opajon, men sizdan kurs sota olmoqchiman.
Iltimos karta raqamingizni yuboradigan sostoyaniyaga o'tkazadi. Ya'ni botdan botga o'tkazish uchun mana shu o'rtasida как most bu progress bo'ladi. Progress aslida 2 haftalik bo'lishi mumkin, 1 oylik bo'lishi mumkin, 1,5 oylik bo'lishi mumkin. Progress biz nima olib chiqamiz? Siz tanimaydigan odam qanaqa tanishi mumkin? Masalan, uni shaxsini ochib beramiz. Uni hayot tarzini ochib beramiz mutaxassisi, ekspertdan yoki o'zimizdan. Uchinchisi esa bu aytaylik, u o'zining sohasida qanaqa mutaxassis, qanaqa ekspert, qanaqa yutuqlar qilgan, qanaqa достижениялari bor. Biza shu narsani olib chiqib bergandan keyin odamlar daveriya bo'ladi. Men ham hozir masalan siz bu YouTube videoyimni endi birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, men tanimas edingiz. Lekin men sizga hozir o'zim ozgina tanishtirdim, bu sohada qanaqa bilimim, tajribam borligini va shu shogird o'quvchilar natijamni ko'rsatyapman. Siz уже sekin menga bo'lgan o'sha fikringiz o'zgaryapti. Chunki biz siz bilan yaqinroq tanishyapmiz. Bunaqa muloqot qilib, siz meni kuzatyapsiz. To'g'rimi? Odam daveriya oshadi. Shu narsani o'zingiz ekspertlaringizga ham qilishingiz kerak bo'ladi. Shu narsa aynan progress deyiladi. Ya'ni instrument. Nuqtadan nuqta Bga boradigan. Men seni tanimayman degandan pul tashiyman sizga, kursingizni o'qiyman deydigan sostoyaniyaga olib boradigan bir instrument demoqchiman. Bu juda katta mavzu. Xo'p. 6-qadam esa bu lead magnet. Lead magnet bu nima? Bu qanaqadir bir bepul produkt, как mini kursmi yoki mini ma'lumotmi yo master klassmi, bepul. Lead magnet bepul narsa. Bu varonkada quriladigan narsa aslida. Xo'p. Biza bu narsani masalan lead magnet o'zi nima bo'lishi mumkin? Bu storieslaringiz bo'lishi mumkin. Kunlik siz ularga bepul ma'lumotlar berasiz. Yoki ham bepul offline master class bo'lishi mumkin. Yoki bepul webinar bo'lishi mumkin online. Odamlarga o'zingiz bilimingizni, tajribangizni bepulga ulashasiz va shu narsani aytib berasiz. Va oxirida siz sotuv ochasiz. Odamlarga masalan bepul webinar chaqirsangiz, umumiy hisobda 2 soatlik dars bo'lsa, 1 soat siz mavzularni aytasiz, bu sohada qanaqa pul topsa bo'ladi, kimsiz, nimasiz, hamma narsa bepul ma'lumotlar berib, odamlarga masalan aytaylik foydali narsa ulashganda, ularga ham manfaat bergan holatda undan keyin siz aytasiz. Masalan, kim shu narsani ko'proq olmoqchi bo'lsa, bilimni meni kursimga kelsanglar bo'ladi deb. Qanaqa miqdorda masalan kimdir chiqib ketadi, o'zi hayot eski hayot davom ettirib, kimdir esa kursingizni xarid qilib, sizdan birgalikda natija qiladi. Va bu yerda biz avtomatik 7-qadamga o'tamiz, bu sotuvga. Ya'ni sotuv o'zi qanaqa bo'ladi? Storiesda yoki sotuv ochishingiz mumkin, odamlarni 1 oy Instagram orqali progress qilib yoki odamlarni bepul webinar Telegram kanaliga o'tkazib, u yerda mini qanday bepul dars o'tib, undan keyin sotuv ochishingiz mumkin. Xohlasangiz uni, xohlasangiz buni. Sotuv ochganingizdan keyin shu onlayn sizni kuzatayotgan odamlar nima qiladi? Ariza qoldiradi, zaявка qoldiradi. Shu kursingizda o'qimoqchi bo'lganini bildiradi. Ismi bilan familiyasini, nomerini qoldiradi. Undan keyin siz o'zingiz yoki menejer aloqaga chiqib, kurslar dasturida nima bor, nimalarni o'rgatiladi, shu narsani tushuntirib bergandan keyin odamlarga yoki karta to'lov orqali yoki naqd to'lov orqali yoki firmaga tushirgan holatda siz pullarni yig'asiz. Umumiy hisobda hamma pul yig'iladi. Pul yig'ilgandan keyingina esa siz o'sha narsani masalan ekspertiz bilan yoki prodyuser bilan masalan bo'lishasiz. 8-oxirgi qadam esa bu o'quvchilarni natijaga olib chiqish va o'quvchilarga kurs o'tkazish. Tasavvur qiling, pul olib yuvib qolmaysiz-ku, to'g'rimi? Endi sizni bo'yningizga masalan 50 tami, 100 tami, 200 tami, 5 tami, 10 tami o'quvchi keladi. O'quvchi sizdan nima kutadi? Mahsulot kutadi. Siz ularga shu sohani yo shu narsani siz o'rgatasiz, natijaga olib chiqasiz, bilimingizni ulashasiz, savollarga javob berasiz. Ularni rozi qilasiz, bo'ldi. Pulingizni halol qilib topasiz. Bo'ldi. Shundan sizning vazifangiz shuni tugaydi. Endi kim shu sohaga yanada chuqurroq kirmoqchi bo'lsa, ekspert sifatida yoki o'quvchi sifatida bemalol faqat meni yutuqlarim emas, balki o'zimni shogird va o'quvchim natijasini bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda har xil shogird bor. 16 yoshli, 45 yoshli, ayol kishi, erkak kishi, o'g'il bola, qiz bola bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Va oxirida eslatib o'taman, agar siz Instagram va pul kursimga yozilmoqchi bo'lsangiz, shu videoning tagida silka turibdi. O'sha silka orqali ro'yxatdan o'ting. Agar sizga bu bilimlar kamlik qilgan bo'lsa, siz qanaqasiga 0 dan $5000 daromadga chiqish bo'yicha aniq instrument strategiya olmoqchi bo'lsangiz, ya'ni 6 oydan 12 oygacha qanaqasiga shu sof daromadga chiqsa bo'ladi, bemalol aynan shu videomga o'tib, shu YouTube'imda bemalol tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. 1 soatlik bepul dars aynan siz uchun, aynan shu sohani va har bitta qadamni men bo'lib podrobniy tushuntirganman. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolisa keyingi YouTube'larda sizlar bilan ko'rishguncha.